Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli Bozor TV kanali obunachilari. Qahramon postidan o'tganda juda ham ko'pchilik bizdan hovlilar so'rashadi. Men sizlarga 2 sotuvli hovlining narxida o'zi ham 4 sotuvli hovli topib qo'ydim. Bittasi Bozor TV kanalida juda ham qisqa muddatda sotilib ketdi. Hozir odamlar kirib yashashyapti, egalari mazza qilib, inshaalloh sizga ham mana shu xonadon nasibi ro'za aylasin. Kelinglar o'rtoqlar, mana shu xonadonimizda nimalar qilingan, qanaqa remont qilingan, remonti va puliga arziydimi yo'qmi fikrlaringizni qoldirishingiz uchun bitta ko'rsatib beramiz. Ikkita yashil maydonlariga ega yozgi oshxonalar bor, uzun bir darvozxonasiga bemalol mashinangizni olib qo'yish uchun sharoitlari bor. Guliston masjid yaqinida Yunusobod bir qadam, o'zi ham 5 ta sanuzeli va 6 ta xonasi qilingan ekan. Kelinglar o'rtoqlar, ichkari planirovkalarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Fasadlari, interyerlari sizlarga yoqadimikan, yo'qmikan bilib olamiz. Kirganimizda kattagina holni ko'rishingiz mumkin. Yumshoq mebellar bilan jihozlab, televizorlarni qo'yib olsangiz juda ham chiroyli holatga keladi. Undan tashqari panorama oynalariga ham ega. Yorug'lik tushishlardan muammolari yo'q. Bu yoqqa kirganimizda o'ng tomonimizda oshxonamiz. Qaranglar, buni ham chiroyli bir katta panorama oynalar. Ayniqsa, ovqat tayyorlayotgan paytingiz farzandlaringiz o'ynab turishini mazza qilib ko'rib tursangiz bo'lavergan. Qahramon postidan 3 kilometrcha o'tganda, o'rtoqlar, narxlarni video davomida aytib o'tamiz. Yaxshi narxlarda berib yuborishyapti. Hozir ro'zada juda ham ko'pchilik klient kelib turibdi. Sizga ham nasib qilsin inshaalloh. Keling o'rtoqlar, birinchi qavatda qanaqa xonalar borligini birgalikda ko'ramiz. Bu tomonda bitta mehmonxonamiz. Ko'rayotganinglardek neoklassik uslubidagi lyustralarimiz ilingan, relsli chiroqlarimiz qo'yilgan holatda, to'pli pol va radiatorlar asosida isitiladi. Televizorning zonalariga mana shunaqangi MDF panellardan foydalanilgan holatda chiroyli bir holatga olib kelishgan ekan. Demak o'rtoqlar, buni orqa hovlisi ham bor. Orqa hovlisi ham kenggina qilingan. Undan tashqari bu tomonda umumiy sanuzellarni ham ko'rishingiz mumkin. Bitta kamchilik joylar albatta to'g'rilab beriladi. Yangi remontdan chiqarilgan, hali o'rtoqlar ko'p joyda reklama qilinmagan. Bu tomonda mana ota-onalar yotoqxonasi, ya'ni birinchi qavatimizda duogo'ylarimiz unutilmagan. Chiroyli yotoqxona qilingan va o'zincha chiroyli bir sanuzellariga ham ajratilgan. Bunaqa xonadonni, bunaqa chiroyli xonadonlarni ajratsangiz, ota-onangiz butun umr sizni duo qilib o'tsa kerak. O'g'lim, baraka top, mana issiq suv, sovuq suvlardan muammo yo'q, ibodatlarimizni qilyapmiz, Qur'onimizni o'qiyapmiz, maza qilib yashayapmiz deb duo qilib o'tishadi inshaalloh. Siz ham shunaqa niyat qilganmisiz? Bir kun kelib, ota-onamga shunaqa chiroyli hovlilarni olib beraman, qurib beraman deb niyat qilgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying o'rtoqlar. Orqa hovlisini ko'rdinglar. Keyingi orqa hovlisi bu yoqdan bitta o'zingizlarning ehtiyojlariga mos ravishda foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, oynalarni hozir qo'yib ham bo'lishgan bo'lishi mumkin. Hozir ancha ishlar qilib bo'lingan. Bu sal oldinroq olingan video edi. Bu tomonda mana ko'rayotganinglardek kattagina podvalimiz. Xohlasanglar trenajyorni zal qilib qo'yinglar. Xohlasanglar farzandlarga o'yingohlar qilib qo'yinglar. Baribir xonalar kerak-da o'rtoqlar. Qancha xona ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Ayniqsa katta oilalarga juda ham mos. Farzandinglar mazza qilib to'p tepib o'ynashlari uchun ham sharoitlar bor. Ya'ni qish kunida masalan. Yozgi kunida bo'lsa mana hovlisi ham katta, ko'chasi ham katta, ko'chada ham bemalol farzandlar o'ynayveradi inshaalloh. Chiqarishimiz mana shunaqangi zinalarimiz, ikkinchi qavatimizda o'zida ham 4 ta xonalar borligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi va katta bir lyustralarimiz balandligini rosa ilib qo'yishibdi. Bu tomondan umumiy sanuzellarni ham ko'rishingiz mumkin ekan. Nima deb o'ylaysizlar o'rtoqlar? Mana shu xonadon 206 mingga arziydimi yo'qmi? Hozir 206 mingga o'rtoqlar Yunusoboddan hovli olishingiz qiyin. Ayniqsa 4 sotuvli hovli olishingiz qiyin. Olishingiz mumkin to'g'ri, 1.6 sotuv, 1.5 sotuv, 2 sotuvlikni ham topish qiyin. Qaranglar o'rtoqlar, bu tomonda ham bitta ota-onalar yotoqxonasi bor ekan. O'zining ichida kiyimlarni bir chekkaga chiroq tartiblab qo'yish uchun garderob xonasi ham mavjud ekan. Zo'rmi? Siz akamiz o'rnida bo'lganingizda mana shu xonani nima qilgan bo'lardingiz? Bu tomonda yana bitta xonamiz bor ekan, ko'rayotganinglardek. Demak, bu ikkinchi qavatdagi ikkinchi xona, yana ikkita xonamiz qoldi. Shu bilan xudo xolasa videomizni tugatamiz. Agar siz o'rtoqlar mana bu xonadonga 206 minglik qimmatli qiladi, menga arzonroqlarni topib bering desangiz, o'rtoqlar men sizlarga 100 mingdan boshlab 150 minggacha bo'lgan hovlilarni ro'yxatini tayyorlab qo'ydim. Opisiyaniyada ssilkani bosib bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Uning ustiga Bozor TV mobil ilovalarimiz chiqqan. Xudo xolasa bemalol kirib yo'da bepul e'lon berishingiz mumkin. Hozir o'zi 3 minglab, 4 minglab odam yuklab olib foydalanishyapti. Butun O'zbekiston bo'yicha, butun O'zbekiston bo'ylab e'lonlar qo'yishingiz mumkin. Bu tomonda ikkinchi qavatning 3-xonasi va oxirgi xonamizni ham ko'rsatib beramiz o'rtoqlar. Guliston masjidi yaqinida joylashgan mana bu xonadonlarimiz 206 mingga baholanmoqda. Bu tomonda balkonli chiroyli bir xona bo'lyapti. Tasavvur qiling, mana shu xonada, ana shu xonadon sizga yo'q qolganda
ertalabda, saharda hamda bomdod namozi shunday eshitilib turadi. Guliston masjididan. Shuna balkondan chiqib, duoingizni qilib, ertalabda issiq choyingizni, kofeingizni ichsangiz bo'lar ekan. Hammamizga nasib qilsin, niyat qilganlar like bosinglar va yaqininglarga yuborib qo'yinglar.